Aleyküm, selam aleyküm. Gelipsiz yurtumuza. Geldik de Xorazmga. Size gördük, bize şu teritoriya şüpheniz aylandınızlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Xorazmga. Qadamlaringizga salom. Mehmon bo'linglar. Bo'lamiz. Keldik, mana mehmon bo'lishga keldik o'zi. Sizlardan xabar olishga keldik hammamiz. Mana butun agentligimiz bilan. Acayip. Xursand bo'ldik görüp sizler. Odamlar qatorida rahmat sizlarga. Hurmat qilib mana shunday Televizda geldine görünler acayip. Hemen hürmet haqiqiy kılıp o'zbek ayollari, qizlari. Sizlarga rahmat. Otangizga, onangizga rahmat. Rahmat, vay vay. Ko'zimdan yosh oqib ketdi gapingizga. Rahmat. Prezidentimiz bilasizmi, faqat borib ko'rib kelgin, odamlarni kayfiyatini qarab kelgin deb jo'natadilar meni. Har doim borgin, uzoq-uzoqlarga borgin, odamlar bilan gaplashgin, dardini eshitgin deydilar. Odamlarni ko'rib xursand bo'ldim. O'zimizni ish sohamizda bolalarni hammani ko'rib xursand bo'ldim. Gelipsiz yurtumuza köp gelinize. Şu an biz kaldık geldi. Qatan shumiz. Öyle köp. Karanlık bölmelerde gelirler. Sağ bo'linglar. Biz de açıkla geç falan taraf. Oğlum şimdi. Vay ko'zini chiroyli gidi. Voy chiroyli bo'lachingiz ko'zlarni. Olib ketaymikin balachingizni? Biram shirin, ko'zini rangini chiroyli. Zo'r balacha tug'ib sizlar bilan shalom nasibamiz bor ekan. Qaranglar, yurib ketib yurgan ekansizlar. Rahmat, xudo xolasa endi kelamiz.